Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz kompyuter turlari. Kompyuter turlari haqida umumiy ma'lumot. Turli vazifalarni bajarsa mo'ljallangan kompyuterlar mavjud. Ular bajaradigan vazifalarga ko'ra qarab, bir necha xil turlarga bo'linadi. Asosiy turlari stol kompyuterlari, noutbuk, planshet va smartfonlar. Portativ kompyuterlar, noutbuk va planshet. Noutbuk bu ko'chma kompyuter bo'lib, klaviatura va ekran bir qurilmada joylashgan. Planshet sensorli ekran orqali boshqariladigan qurilmadir. Smartfon xususiyatlari. Smartfon ko'p funksiyali mobil telefon. Uning ichida kamera, xotira, sensorli ekran, navigator va turli xil ilovalar o'rnatilgan. Kompyuter turlarining afzalliklari va kamchiliklari. Har bir qurilmaning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Planshetning afzalligi yengil va portativligi, kamchiligi xotira hajmi va batareya muddati cheklanganligi. Smartfonning afzalligi ixchamligi va ko'p funksiyaliligi, kamchiligi kichik ekran va tezda tugashi. Noutbukning afzalligi to'liq klaviatura va ekran katta. Kamchiligi planshet va smartfonga nisbatan og'irroq. Stol kompyuterning afzalligi yuqori quvvat va ekran katta, kamchiligi ko'chma emasligi. Smartfon xususiyatlari. Smartfonlar bu foydalanuvchi tajribasi va ulanishni yaxshilaydigan turli xil xususiyatlarga ega bo'lib, ko'p funksiyali mobil telefonlar mavjud. Kompyuter turlarining afzalliklari va kamchiliklari. Planshet, smartfon va noutbuk orasidagi mobil qurilma bo'lib, asosiy media ish jarayonlari uchun mo'ljallangan. Super kompyuter juda katta tezlikda talab qilinadigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun mo'ljallangan tizimdir. Bu kompyuter tizimida bir sekundda 10 trillion amal bajariladi. Server kompyuter va fan texnikaning turli sohalarga oid masalalarni yechishga hamda tarmoqdagi kompyuterlarga o'z resurslarini taqdim etishga mo'ljallangan kompyuterlar. E'tiboringiz uchun rahmat.